Selamünaleyküm hocam. İlk olarak kendinizi tanıtıp ve ilmi yolculuğunuzdan bahsedebilir misiniz? Aleykümselam. Ben İmam Buxoriy Uluslararası Araştırma İnstitutu rahbari Shavvosul Ziyodov. Profesör Shavvosul Ziyodov. Ben İmam Buxoriy Uluslararası Araştırma İnstitutu tarixidan biroz gapirsam, biroz so'z aytsam, ya'ni bu İmam Buxoriy Uluslararası Markazi Cumhurbaşkanı Prezident Mirziyoyev tomonidan tashkil etilgan va bu markaz asosan İmam Buxoriy va İmam Buxoriy kabi allomalarning hayoti, uning merosini tadqiq etish, alishtirma yopish yo'lida ish olib boradi. Meni ilmiy tadqiqotlarim yo'nalishi, alishtirma ya'ni yo'llarim bu birinchisi bu Abu Mansur Moturudiyning Ta'vilatul Qur'on asari va uning tarixiy o'zgarlariga oid. Shunda so'ngra bizda ikki darajada bu daraja var. Yani birinchi PhD va keyingisi doktor DC. DC ise Markaziy Osiyoda, ya'ni O'rta Osiyoda o'rta asrlarda kutubxonalar tarixi, ya'ni hangi kutubxonalar burada bo'lgan, ya'ni bu kutubxonalarni kim tashkil etgan, ya'ni bu kutubxonalarda hangi kitoblar saqlangan va bu kitoblarni asosan, ya'ni bu kutubxonalarning aksariyati ya'ni qo'lyozmalarda bo'lmiş va bu qo'lyozmalar saroy kutubxonalarida, qozilar uyida, qozilarda va ya'ni kitob muxlislari kutubxonalarida bo'lgan va bu kitoblarni ya'ni kutubxonalarni aniqlashda asosan kitoblarga qo'yilgan muhrlar yordamida, ya'ni bosilgan muhrlar yordamida hangi kutubxonalar bo'lgani haqida bir doktor tezisi yopildi. Burada Xiva, Xorazm, Farg'ona, Samarqand, Buxoro kabi o'lkalarda bu kutubxonalarni kimlar tashkil etdi va ularda qayerda saqlandi degan ma'lumotlar iborat. Teşekkür ederiz. Diğer sorumuz, günümüz hadis çalışmaları alanında İmam Buxoriy Uluslararası Bilimsel Araştırma Merkezi'nin öneminden kısaca bahsedebilir misiniz? Umuman bizni İmam Buxoriy Araştırma Merkezi'nde İmam Buxoriyning merosini o'rganishda bir nechta yo'nalish bor. Ya'ni bir yo'nalish bu İmam Buxoriy asarlarini tarjima yopish. Bunda İmam Buxoriyning Sahih al-Buxoriy, Adab al-Mufrad, Tarix as-Sag'ir, Kitob Zofo, Xalq Af'ol Ibod, Kitob Kunye kabi asarlarni tarjima qilyapmiz. Bir yo'nalish, ya'ni ikkinchi yo'nalish bu ilmiy tadqiqotlar yo'nalishi, ilmiy araştırmalar yo'nalishi. Burada bizdagi bir nechta araştırmachilar, ya'ni o'zgarlar deydimi, ne deydi? Ular şu hadis, ya'ni 4-5 yo'nalishda aynan İmam Buxoriy merosini tadqiq etadilar. Ya'ni bu İmam Buxoriyning asarlari bo'yicha, kimdir qo'lyozmalari bo'yicha, kimdir İmam Buxoriyning yozilgan shu Jami Sahih asarining sharhlari bo'yicha o'sha dissertatsiyalar yopishadi. Tamam. Diğer sorum, Özbekistan'da hadis alanında yapılan çalışmaların yeterliliğini değerlendirir misiniz? Hozircha yetarli deb aytish qiyin. Men o'ylaymanki, İmam Buxoriyni har bir asari haqida çalışmalar yopish kerak va
Bu ya'ni ko'plab tadqiqotchilar uchun ya'ni araştırmalar uchun bu çok unumli olur. Tamam. Diğer sorum, başka ülkelerden akademik çalışmalar yapmak için gelen araştırmacılara sağladığınız olanakları anlatabilir misiniz? Ve bu çalışmalara verdiğiniz bir süre kısıtlama oluyor mu? Bizde şu başka ülkelerden gelen araştırmacılar aynen İmam Buxoriy yoki İmam Buxoriy kabi allamalarni hayotini o'rganish tadqiqotchilar bu yerga kelib bizda İmam Buxoriy nomidagi burs bor. Ya'ni bu bursni kelib yururlar va burada 2 oy davomida biz ularga apartament beramiz. Ya'ni sharoitlar yaratib beramiz. Bu yerda çalışma ishlarini olib borish uchun kutubxona bor burada. Ya'ni hamma imkoniyatlarni yaratib berishga biz yordamchi, ko'makchi bo'lishimiz mumkin. Tamam. Son soru olarak İstanbul Üniversitesi İlahiyat öğrencilerine bir mesajınız var mı? Biz İslam araştırmacılar için Öğrenciler. İslam talabalarga nimangiz bormi biron? İslam öğrencilariga murojaatim shuki, umuman islomdagi hozirgi kunda bo'layotgan turli tahlikali bir zamonda ya'ni sof islom aqidasini saqlasinlar va o'zlarini ilmlarini ilm olishda ko'plab kitoblar o'qisalar va bu yerga kelib bizlar bilan hamkorlik qilishda biz doim xursand bo'lamiz, mamnun bo'lamiz. Tamam. Sorularımızı cevapladığınız için çok teşekkür ederiz. Salomat bo'linglar. Evet. Sağ olun hocam. Sağ olun.